Havaga Tracker avtomobilini olib qo'yganmiz. Bu avtomobilimiz raketkalari kuyib, damini yig'ib, qizib ketayotgan ekan. Yechgandan keyin nima holatda bo'lishini ham qo'yib olamiz. Xudo xohlasa Trackerni ham sug'urib oldik motorni. Hozir nima holat bo'lganini ham qo'yib olamiz. Yechishni boshladik. Moydan moy yoniga suv chiqyapti. Moy bo'ladi shekilli menimcha. Balchiq bo'lib ketdi. Shu motorimiz. Ustoz bu moshinani qaytib yig'alamizmikin? Hamma uni chashib tashladik. O'zdek bo'larmikin? Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bir bo'ladi ish, nimada işte hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lib ketsa kerak endi. Biz mana yetib ochib oldik, mana ichida silindrdagi suvli, onun suvi bo'lgan. Uni ichiga solib qo'ymaganmiz suvni. Mana o'rni mashinada suv yurgan hamma shekilda. Bunda unchalik emas-ku, kastomli mashinada suv yurgan. Endi silindr holatlarini ham ko'rib chiqamiz. Nima holat bo'lganini ochishim bilan video qilamiz.